Hurmatli kuzatuvchilar. Bismillah. Nima deyapti bu? Molxona o'ta udari. Mashalloh. O'ta go'zal holatda bitgan ekan. Akamiz uyga tandir o'choq qurgani keldik. Molxonalarni ko'rib havas qildik. Bu yerda 20 ta molga moslashgan ekan. Men o'zga maza qildim. Shunday kelib mol to'shoni shunday bosar ekan, suv tushar ekan avtomatik. Joy qilib montajlar qilib qo'ygan ekan. Zamonaviy bu yerda yana bitta narsa. Oldilari g'ish bola qilinardi mana. Rezinka ekan buni. Alohida shunaqa rezingani qirqitib to'rt tomondan bolta qatirib chiqqan ekan. Bu yerda mana qo'yxona i tomga chiqish uchun lesisalar qilib qo'ygan ekan. Bu yerda mana ombor o'tlar, o'tin cho'plar qo'ysa bo'ladi bemalol. O'ta go'zal holatda chiqqan ekan. Mol boqaman deb havas qilib molxona qilaman deganlar xuddi shunaqa qilib qilsalar bo'laveradi.